Assalomu alaykum aziz O'zbekistonim. 30-yanvar kuni Humo Arenada bizning jangimiz bo'ladi. Bundan hammaning xabari bor. Sizlarga biratan gap qo'ying. Mujiklar kulachkadan bo'ladi. Qonli jang bo'ladi. Unaqa o'yinchoq jang bo'lmaydi. Solo-solo bo'ladi. Kelinglar, patishcha qilinglar O'zbekiston. Sizlarni kutamiz, maza qilib tomosha qilasizlar. Kasal bo'lmanglar. Eng asosiysi biz jangchilar O'zbekiston muxlislari uchun kelishgan holatda biletlar narxini yana ham arzonlashtirdik. Va undan ham muhimi, Sizlar uchun 30 ta biletni shunday tarqatib yuboramiz. 10 ta men, 10 ta Abba aka, 10 ta Bobur aka. Bizning muxlislarimizdan 3 dona shart talab qilinadi. Kommentariyaga o'rtaqlarni belgilab tashlaysizlar. Shu videoni repost qilib tashlaysizlar va like bosasizlar. Bo'ldi, 3 donagina shart. Jazini bosamiz 30-yanvar Humo Arena. O'zbekiston nodonlarini ko'rsatamiz. O'zbekiston nodonlari. Bu qo'shafalar yerda keladi. hammaga assalomu alaykum.